Bugun uchala bodring kelinlarga pand nasihat, ya'ni ko'cha tilida aytganda panyat o'rgataman. Ushlayman buni. Sindirib tasha. Oy. Malades pompaloq. Endi mana bu 3tasini sindir. Qani? Xo'p, bo'ladi. Kuchanma. Chiqib ketmasin suyaging. Qovoq kallalar, eshitdinglar nima demoqchiman? Mana bu cho'pcha bilan. Masalan, bitta cho'p, masalan, Firuzning o'zi bo'lsa, Firuzni ikkiga bo'lib tashlash mumkin dushman. Agar sizlar 3 kishi bo'lsalaring, sizlarni hech kim yancholmaydi ham. 3 kishi bo'lsalaring bu g'alaba degani, bu pul degani, bu enasini ko'rsatsalaring bo'ladi degani. Bo'pti hayunda. Hammasi cho'pni berib turingchi. Na? Hozir o'zim xolasini ko'rsatам bo'lardi. Ana, sindirdim-ku. Sindirmay o'l. Mana buni sindirib ko'rchi. Ol. Kuching yetadimi? Tonka. Bo'pti, qani. Hozir sindiraman buni. Hozir buni sindiraman. Ana, sindirdim. Sindirib tashadim. Sindirmay o'l. Sindirib dabdala qilib tashlayman, opa. Pand nasihatni ham sindirib dabdala qilib kiradigan joyga kirgizding.